Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Trade kanali. Xo'p, uzoq kutilgan, ya'ni bizning birinchi darsimiz, birinchi strategiyamiz YouTube kanali uchun. Bu yerda nima o'rgatiladi? Ya'ni Fibo bo'yicha M1 dan M5 time frame, M15 adashib ketdimmi? M1 dan M15 time framegacha bo'lgan oralig'dagi scalping, ya'ni Fibo bilan scalp qilish. Xuddi shu narsani hozir sizlarga o'rgataman, ko'rsatib chiqaman. Undan oldin tushunishimiz kerak bo'lgan holat, bizda Fiboda ishlatishimiz kerak bo'lgan anaqa bor, struktura bor. Ya'ni misol sell trendda qayerdan tortamiz, buy trendda qayerdan tortamiz, xuddi shu narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Bizda sell trend bo'layotganda bu Fiboni bilamizki maksimumdan minimumga tortiladi. Buy trend ketayotganda bo'lsa minimumdan maksimumga tortiladi. Bizda bo'ladi take profit 1 2 3. Bu yoqdan 1 2 3. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bizga struktura sinishi muhim bo'ladi kichkina time frame da. Xo'p, bu uchun misollar hozir ko'rsatib chiqaman. Umumiy Fibo ishlashini sizlar tushundinglar degan umiddaman. Bu video darslik o'ta qisqa, aniq-tiniq lo'nda bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Xo'p, bu tilla, ya'ni gold M5 time frame sizlarga men hozir ishlamagan joylarini backtest qilib ko'rsataman. Xo'p, sizlar strukturani sinishini bilmasanglar, o'sha bilmaydigan bo'lsanglar, indikator bo'limiga o'tasizlar. Lux Algoni boost choch indikatori bor. Shuni qo'shib olsanglar, ko'rsatib turadi sizlarga. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Xo'p, ko'ramizki bizda nima bo'lyapti? Mana bu yerda birinchi holat biz uchun narx tushgan, chiqqan va o'zini ichki strukturasini sindirgan. Yaxshi. Nima qilamiz endi? Fiboni olamiz. Bu yoqdan yengilangan, ya'ni mana bu yerga emas. Buni yengilangan struktura qaysi? Mana bu, to'g'rimi? Shu yerga tortamiz mana Fiboni. Manaki. Xo'p, nima bo'lyapti? Narx hali yetib kelmadi. Ularni entry qilmaymiz. Kutib turamiz. Nima bo'lyapti bu yoqda? Entry yeyimizga oxiri kelgan narx, to'g'rimi? Manaki. Bizning entryga kelgan narx. O'shandan keyin bozor qanchalik uchib ketgan. Misol entry keldi. Va bozor 685 pips uchib beribdi. Bu yaxshi. Xo'p, endi struktura qayerda sinayapti yana. Ko'ramizki, mana bu yoqda. Ya'ni shunchaki ko'rsak, misol manaki minimum, maksimum, maksimum, ya'ni minimum yengiladi, ketdi. Xo'p, shu holatda ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda ko'ramizki, yetib kelmagan ekanlar. Manaki. Ozgincha yetib kelmagan. Entry qilmaymiz. Bizga ideal aniq-tiniq holatda bo'lishi kerak. Xo'p, yana nima bo'lyapti? Mana bu yoqda yana umumiy strukturani yengiladi. To'g'rimi? Bu M5 time frame bo'yicha. Xo'p, M5 time frame bo'yicha yaxshi. Nima qilamiz? Ya'ni Fiboni tortamiz. Qayerdan tortamiz? Shunga ahamiyat beringlar. Qaranglar. Men bu minimumdan emas, bunisidan tortaman. Sabab struktura yengilanganda bu minimum o'sha eski bo'ladi, to'g'rimi? Qoida bo'yicha mana minimum aktiv bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Endi Fiboni tortamiz. Qani ishlaganmikan, zonamizga kelganmikan? Yo'q. Bu yerda ham zonamizga ozgincha yetib kelmagan mana. Ozgincha yetib kelmagan. Demak, kirmaymiz. Zonaga kelmagan, kirmaymiz. Yaxshi. Xo'p, kutamiz. Bu yerda qanaqadir boshqa strategiya bilan kirib ketsa bo'ladi. Lekin biz nima qilamiz? Faqat Fibo bilan scalp qilamiz. O'shanday ketishimiz kerak. Va bu yerda nima bo'lyapti? Yana umumiy strukturani bozor yana yengiladi. Atkat. Shu yerda ham tortib ko'ramiz endi. Biz Fiboni tortib ko'ramiz. Xo'p, yaxshi, manaki nima bo'lyapti? Bizning entryimizdan bozor 400 pips uchib bergan ekan. Zo'r.
Bunaqa holatda biz qanday entry qilamiz? Именно mana bu bizani figurimizni qo'ymaymiz stopni. 5 yoki 10 pips iloji boricha pastroq qo'yamiz. Va bu yerda ko'ryapmizki, уже lekin вообще katta bo'lib ketyapti. Stopimiz. Buning uchun nima qilamiz? Ichki time frame ga saklaymiz. Ya'ni bu yerda M5 bo'lgan bo'lsa, M1 dan mana bu yerdan entry qilamiz. Bu narsani ham ko'rsatib beraman. Xo'p, kodi faqat bayga ishlayapmiz. Bayga ketdimi? Ketdi, ishladimi? Ishladi. Endi mana bu yerda yana strukturasiga ko'ryapsizlar. Selga tortib ko'ramiz mana. Selga kelmagan bozor. Bu yoqda mana. Bu yerda umuman kelmagan, tak kirilmaydi. Xo'p, bozordan chiqamiz. Endi selga ham bir ko'rib o'tamiz. Qayerda o'xshagan, qayerda o'xshamagan. Bu yerda ham o'xshamagan ekan bozor, manaki. Kelmagan. Kirmaymiz buni holatda ham. Xo'p, bu yoqda manaki struktura bo'yicha bu yoqda kelgan nima bo'lgan? Stopimizni olganmiz. Shunaqa ideal strategiya yo'q, o'zingizlar bilasizlar. Shuning uchun doim riskni kontrol qilib ishlaymiz. Va bu yerda nima bo'lyaptiki, bozor chotki kelib bergan bizning zonamizga. Chiroyli 521 pips oqib ketgan. Ya'ni 500 pipsdan oshuv savdo bo'lgan. Xo'sh. Bu yoqda ham уже men ko'rmayapman. Mana bu yerda ko'rdim siz uchun. Manaki ya'ni ko'rasizlar tepa 1 olib bergan. Tekka 1 olib berganda narx razvorot qilib yana qaytib ketgan. Xo'sh. Tak, yana manaki bu holatda ko'rasizlarki nima bo'lyapti? Minimum yangilangan. To'g'rimi? Manaki kelgan yaxshigina oqib ketgan. Narx tepa 2 gacha borib bergan. Ya'ni 289 pipsli natija. Menimcha yaxshi. Oddiy bitta fibo bilan menimcha zo'r natija. Xo'p, bu yoqda ham nima manaki kelgan narx prosta uchib ketgan. Ko'rasizlar. Globalniy ushal bo'lgan desa ham bo'ladi. Shu to'zdan ketdi bozor. 13000 pips. Bitta entry bilan 13000 pips. Nima deyapti bu? Menimcha zo'r natija. Xo'sh, endi ishlamagan joylarini ham ko'ramiz. Ishlamagan joyi qayerda bor ekan? Mana. Faqat ishlagan joyini ko'ryapti ko'zim. Xo'p. Mana bu yerda selga ishlab bermagan ekan. Ya'ni tepagacha kelmagan. Ko'rasizlar. Stop yilgan. Xo'sh. Bu yoqda nima bo'lyapti? Manaki yana stop. Bo'lib turadi. Tabiiy holat. Bu yoqda cho'tga o'xshab bergan, to'g'rimi? Sindi bozor. Ya'ni struktura sindi. Katta tepa 2 gacha keldi. Ko'rasizlar 1 2. Bozor ketdi yana. Xo'sh. Xuddi shunaqa mana bu yoqda ham shunaqa. Bu yerda bizga entry bermagan. Manaki bu yoqda ham zo'r o'xshab bergan. Entry bermagan ekan, entryga yetib kelmagan ekan. Xo'p, bu yerda ko'ramiz manaki. Xo'p, mana bu yoqda yetib kelmagan entryga, yaxshigina lekin oqqan ekan. Xo'p, mana bu yoqni ko'ramiz endi.
bitta ham unaqa idealni yetib kelmagan. Boshqa strategiyaga bu narsani qo'shib ishlatsanglar, menimcha zo'r natija bo'ladi. Shaxsan o'zim boshqa strategiyalarga qo'shib ishlataman. Bitta strategiya bilan hech qachon ko'karib bo'lmaydi. O'zingizlar bilasizlar bu narsani. Shuning uchun doimo qanaqadir boshqa strategiyalarga ham qo'shib ishlatish kerak. Mana bu holatda ko'rasizlar, tepaga tortyapmiz. Bizga nima bo'lyapti? Entry zona. Shu yerdan nima bo'ladi? Mana shu nima bo'ldi? Что-то internet qotib qoldi. Xo'p, Wi-Fi uzilib qoldimi deyman bizda. Ayyo, endi chotki. Chotki endi. Xo'p, qayerda davom etayotgandik? Xo'p, shu yerda. Bu yo'q ekan mana. Bunda tortadigan bo'lsak, bo'pti, bizga mana bu yo'q entry zona. Shu zonadan nima bo'ladi? Tasdiq olamiz. Mana shu zonadan tasdiq olib, tapa 1gacha bemalol ushlaymiz. Endi to'g'ri tarixdan o'tib ketgan narsani ko'rsatyapman, lekin bu narsani kanal, ya'ni YouTube kanal shapkasiga o'tsanglar, Telegram kanal turibdi. O'sha yerda Telegram kanali bor. Deyarli har kuni yarim soat, 1 soat vaqtim yetganicha jonli savdo qilib bu narsani isbotlab ko'rsataman. O'tinglar, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. O'rtada doimiy jonli savdo, signal va g'oyalar tashlab boriladi. Bugungi berilgan narsam sizlarga shu edi. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Fibonacci nastroykasini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Mazza qilib olib ishlatinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.